Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Oroxondagi loyihamiz ozgina ishlarimiz qoldi. Darvozaxona. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Malang. Asqoldir bolasi. Nima bolakim? Oti Ilyosbekmidi? Ha, shu bola. Ko'tarishni qaranglar, faqat 3 ustaga yetkazib beryapsan ekanda sen, ha? Ko'tarishni qaranglar, 3 ustaga yetkazib beryapsan ekanda sen. Tutdi, Torbekim. Ha. Sen kelmagan kuning eplasholmaydi bular. Buni favqulodda vaziyatlar uchun olganmiz aka. Yo'q. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, hamma narsasi ichida. Borib o'zimiz o'rnatib, dasturlargacha olib borib turamiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Mana shu burchaklarni bugungi kundagi narxi 50 ming so'mga hamma narsasi ichida qilib beramiz. Ko'pincha yangi bo'ladi. Versace bo'ladi. Zo'n oilaviy korxonasiga zakaz qilsalaring, xohlasa shunday xizmat qilib, ana akamga o'sha shular uchun tomosha qilib o'tirasizlar. Xonadon egasi Azamjon akam. Ha?